Hammaga xayrli kun, qadrli yurtdoshlar va bizni kuzatuvchi obunachilarimiz. Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Kazan, Moskva yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Haftaning har seshanba hamda juma kunlari soat 18:00 da Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzalidan jo'nab ketadi. Agar sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimizda ketishni xohlasangiz, bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelasiz. Kiraverishda ikkinchi qavatga ko'tarilganingizda ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki 77 015 80 00 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib joyingizni bron qilib qo'ying. Avtobuslarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Har bitta yo'lovchimiz uchun kerakli bo'lgan Wi-Fi tizimi mavjud. Agarda kimningdir telefon quvvatlari o'tirib qolgan taqdirda bemalol zaryadchiklardan foydalanib ketishi mumkin. Bunday sharoitlar avtobusimizda mavjud. Qishin yozin ishlaydigan konditsionerlarimiz ham bor. Bizni kuzatishda davom eting. Yangiliklarimiz hali oldinda. Xayr, salomat bo'ling.